Soliq qo'mitasi rahbariyati tomonidan tadbirkorlarning muammo va takliflarini o'rganish, ularni tezkorlik bilan hal qilish hamda aholini daromadli mehnat bilan bandligini oshirish bo'yicha ishlarni jadallashtirish va bu borada aniqlangan tizimli muammolarni yechimini yuzasidan takliflar ishlab chiqishga qaratilgan joylardagi uchrashuvlar davom etmoqda. Kichik va o'rta biznes vakillarining mamlakatimiz iqtisodiyotini yuksaltirishdagi o'rni va roli juda muhim. Shu maqsadda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, soliq siyosatidagi yangiliklar, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan imtiyozlar shular jumlasidandir. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2025-yilning 1-aprel holatida viloyatdagi chakana savdo sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni 13097 tani tashkil etadi. Ularning 65 tasi yirik korxonalar hamda 13032 tasi esa kichik korxona va mikrofirmalardir. Albatta, ularning uzviy ish faoliyatini olib borish va mahsulotlarni sifat ko'rsatkichi asosida bozorlarga olib chiqishi uchun hamkor tashkilotlar tomonidan bir qancha yengilliklar va ularning haq-huquqlarini himoya qilish borasida samarali tizim olib borilmoqda. Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari bilan bo'lib o'tgan yuzma-yuz muloqotda bu borada ham alohida to'xtalib o'tildi. Bugungi kunda soliq organlari bilan yoki boshqa muammolar, respublika darajasida hal bo'lgan muammolar ushbu yig'ilish davomida tinglab, murojaatlar joyida hal qilish choralari ko'rilmoqda. Bu o'z navbatida tadbirkorlarimiz rivojlanishiga, kelgusi faoliyatlarini amalga oshirishga, shu bilan birga ish o'rinlarining yaratilishiga, aholi bandligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shadi. Uchrashuvda viloyatdagi 200 nafarga yaqin kichik va o'rta biznes vakillari ishtirok etdilar. Tadbirkorlar tomonidan soliq imtiyozlaridan foydalanish, soliq hisobotlarini taqdim etish, avtokameral soliq tekshiruvlari, soliq auditi, yer qaridan foydalanganlik uchun soliqni hisoblashda yuzaga keladigan muammolar, markirovka, barqarorlik reytingi, fermerlarga beriladigan subsidiyalarning to'liq qoplab berilishi hamda qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha salbiy farq summasi qaytarilishi kabi 10 dan ortiq masalalar yuzasidan murojaatlar bildirildi. Tinglangan masalalarning aksariyati joyida hal etildi. Yechimi vaqt talab etadigan ayrim murojaatlarning ijrosi yuzasidan tegishliligi bo'yicha mas'ul mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatildi. Ularning ijrosi esa soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari tomonidan shaxsan nazoratga olindi. Bugun Buxoro viloyat soliq boshqarmasida qo'mita raisligining birinchi o'rinbosari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv tashkil etilganidan biz tadbirkorlar juda ham xursandmiz. Uchrashuv davomida tadbirkorlar tomonidan berilgan savollar o'z javobini olganidan biz tadbirkorlar juda ham xursandmiz. Mana biz o'zim tadbirkor sifatida Buxoro shahrida 2020-yildan beri ishlab kelmoqdaman. Bugungi uchrashuvda albatta ko'p murojaatlar, tadbirkorlar tomonidan murojaatlar o'z joyida hal bo'lgani yaxshi bo'ldi. Bunaqa uchrashuvlar tadbirkorlarga avvalambor muammolarni o'z joyida hal bo'lishi uchun juda ham yaxshi. Bunaqa uchrashuvlar ko'p bo'lishidan tarafdorman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ularning qonuniy haq-huquqlarini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan mazkur ochiq muloqot ko'plab ishbilarmonlarning muammolarini hal etish hamda faoliyatini yanada rivojlantirishdagi o'rni bilan ahamiyatli bo'ldi. Zero tadbirkorlik rivoji yurtimiz va iqtisodiyotimiz taraqqiyoti garovidir.